55 gram farshimizni soldik. Ana endi mantimizni chap qo'limizga olamiz. Endi sizlar qaysi qo'l sizlarga udobniy bo'lsa, mana o'rtasi mana farshimizni solganimizdan keyin xamirimizni ikkita bukul mana bunday turadi. Farshimiz o'rtada turibdi. Xamirimizni teng o'rta qismidan qo'limiz bilan bunday bosamiz. Nachinkasi ichiga kirib turish kerak hardan. Bosamizda ikkita tomondagi joy bor-ku, qistiramiz, olib kelib yopishtiramiz. Bo'ldi, ketdi. Nachinkani farshni ichiga tiqib itaramiz. Bu yoq cheti olib kelamiz. Yana itaramiz. Bu yoq qo'limiz faqat farshga ichiga kirgizishga xizmat qiladi. Yana itaramiz. Bu yoq cheti yopamiz. Yana itaramiz. Bu yoq cheti. Mantini lekin yaxshi siqishimiz kerak. Agar siqmasak ochib ketadi. Bu tomonini bu yoqdan buklab turib, yana xuddi shunaqa barmoq qo'yib turib, yana bu yoq cheti qilib yopamiz. Qo'yish qanday bo'ladi? O'tkazib qo'yishmi, просто tegimda qo'yib joyini to'g'ri olsangiz chiroyli. Qani yeb ko'ringchi Mubina. Mazasini ko'ringchi. Voy, qanaqa chiqdi? Qo'llaringizdan